Assalomu alaykum. Bilasizmi, inson tanasida har kuni 330 milliard hujayra yangilanadi. Bu har 6 haftada yangi tana degani. Lekin nega bizni tanamiz qariydi? Nega biz sog'lom emasmiz? Shu fikr sizni ham qiziqtiradimi? Keling, hozir bu haqida gaplashamiz. Inson tanasi shu qadar mukammal qilib yaratilganki, qaysidir joyi kesilsa, organizm o'zini o'zi tiklaydi, o'sha yarani bitkizadi. Singan suvakni doktorga borasiz, doktorlar gips qiladi, lekin o'sha suvak o'zini o'zi bitkizadi. Organizm o'zini o'zi davolaydi. Bizning organizmimiz shu qadar kuchli bir zavodki, o'zini o'zi har qanday yoshda ham tiklash xususiyatiga ega. Lekin oxirgi paytlarda biz tanamizdagi o'zini o'zi tiklash xususiyatini, qobiliyatini unutganmiz. Dori-darmon, tabiblarga butunlay ishonib qo'yganmiz, organizm o'zini o'zi tiklashligi uchun sharoit yaratib bermayapmiz. Xo'p, keling. Teri 3-4 haftada yangilanadi. Ichak devorlari 5 kunda yangilanadi. Suvak eng uzog'i tiklanadigan, yangilanadigan hujayra bu suvak hujayralari. To'lig'icha almashishlik uchun 10 yil ketadi. Jigar o'zini har 6 oyda yangilaydi. Buyrak ham har 6 oyda yangilanadi. 3 oydan 6 oygacha. Tomirlarimizda oqib turgan qon esa 1 oyda to'lig'icha yangilanib bo'ladi. Xo'p, nega unda biz sog'lom emasmiz degan fikr paydo bo'lishligi mumkin sizda. Hozir shu haqida sizga to'liq ma'lumot beraman. Qarang, organizmda eng o'zini tez tiklaydigan, ozgina bir bo'lagi qolsa ham o'zini qayta tiklay oladigan vafodor organimiz bu jigar hisoblanadi. Jigar inson organizmida olimlar aytishi bo'yicha 500 dan oshiq funksiyani bajaradi. Birinchi navbatda organizm o'zini qayta tiklashligi uchun jigarni tozalashimiz kerak bo'ladi. Jigar asta-sekinlik bilan o'zini tiklagandan keyin boshqa organlar ham tiklanishni boshlaydi. Buning uchun nima qilishimiz kerak bo'ladi? Birinchi navbatda biz ongimizda men sog'ayaman, men yosharaman degan fikrni singdirib olishimiz kerak bo'ladi. Chunki butun hujayralarimizga men kasalman, men nimjonlashib boryapman, men qariyapman, yosh 50 ga kirgandan keyin endi shunaqa bo'ladi ekan-da degan bir obrazni singdiryapmiz. Shu fikr biz ongimizda, miyamizda shakllanib, bizni qarilik haqidagi, kasallik haqidagi tasavvurlarimizni boyitib tashlayapti. Juda kamdan kam ko'rasiz, sog'lom yosh, 70 yoshda ham sog'lom navqiron yurgan insonlarni. Buni sababi bizni o'sha televizordagi, rasmlardagi va hokazodagi o'sha qariyalar haqidagi tasavvurlarimiz bizni ham o'sha vaziyatga, o'sha bir nimjonlikka, o'sha bir hokisor bir holatga yetaklab oladi. 70 yoshda sport bilan shug'ullanayotgan insonlar bor, baquvvat, terisi ham chiroyli, sog'lom. Uning uchun birinchi navbatda o'sha fikrda biron bir kasallikka duch keladigan bo'lsangiz, biron bir kasal bo'ladigan bo'lsangiz, endi nima qilaman deysiz. O'sha kasallik haqidagi ma'lumotlar to'playsiz. Birinchi chanqoq bo'lar ekan, og'zing quriydi ekan, keyin lablaring quriydi ekan, keyin sochlaring to'kilar ekan, va hokazo. Organizmingizni ham o'sha psixikangiz orqali o'sha narsaga tayyorlab borasiz. Bu sizning minusingizga ishlaydi. Xo'p, o'sha vaziyatni aksincha ishlatish kerak bo'ladi. Teskarisiga. Meni organizmim o'zini o'zi qayta tiklashga, yosharish xususiyatiga ega. Shu fikrni ongingizga singdirib borishingiz kerak. Men yosharyapman, meni organizmim o'zini qayta tiklayapti. Buning uchun o'sha sog'lom fikrga ega bo'lishimiz kerak. Keling, sizga yana bitta misol keltirib beraman. Bu tabiiy jarayon. Hech kim bunga ahamiyat bermaydi. O'sha ko'z bilan ko'rib bo'lmaydigan mikroskopda bir necha ming marotaba kattalashtirib ko'radigan o'sha erkak kishini birgina urug'i ayol kishini qorniga hujayrasiga tushib, o'sha ikkita hujayra birlashgandan keyin Allohning mo'jizasi, tabiatni shunday yaratgan, o'sha bizga genetik kodimiz orqali 9 oy ichida butun bir shakllangan, bir to'liq shakllangan bir inson vujudga keladi. Tirnog'i, sochi, ko'zi, qoshi, yurak, qon tomir tizimi, nafas tizimi, o'sha modda almashinuv tizimi hammasi bor yo'g'i 9 oy ichida o'sha mikroskopda ko'radigan bir zarra orqali vujudga keladi, o'zini o'zi tiklaydi, yaratadi o'sha genetik kod orqali. Siz bo'lsa bitta kasallikni yillar davomida ko'tarib yuribsiz. Butun boshli bir tanangizda arzimagan bir joyingizda muammo bo'lsa, o'shani yillar davomida ko'tarib yuribsiz. Bunga sabab birinchi navbatda o'sha fikrlar bo'ladi. Fikrlarni to'g'ri yo'naltira olsangiz, jigarni o'zini tiklashiga sharoit yaratib bersangiz,
To'g'ri ovqatlanish, sog'lom fikr, doimiy harakat insonga kuch bag'ishlaydi. Harakatni unutmasligimiz kerak. Hech bo'lmasa piyoda yarim soat yuring, imkoniyatingiz bo'lsa sport bilan shug'ullaning. Bu organizmni yosharishiga katta yordam beradi. Doimo fikringizda men yosharyapman, meni organizmim qayta tiklanyapti degan o'y-xayollar, fikrlar bo'ladigan bo'lsa, sizning organizmingiz yosharishni boshlaydi. Xo'p, keyingi videolarda qanday qilib jigarni tozalash, qanday qilib ichakni tozalash, ichak bilan jigarni teng tozalab olib boradigan bo'lsangiz, bilingki, organizmingiz juda tez tiklanishni boshlaydi. Shu oxirida shu yergacha ko'rgan insonlarga bitta narsani tushuntirib o'tib ketaman. Qarang, juda kamdan kam holatda kasallik tashqaridan kirib keladi. Bu bizning organizmda tug'ilib, shu yerda shakllanib, shu yerda rivojlanadi. Bunga sabab nima bo'lyapti? Hayot tarzingiz, o'y-xayollaringiz, fikrlaringiz, salbiy bir odatlaringiz yoki noto'g'ri palapartish ovqatlanishingiz. Shulardan bir, ikkita, uchtasi bordir sizda, o'zingizga e'tibor bering. O'sha o'y-xayollaringizga, fikrlaringizga, kasallik haqidagi fikrlaringizga e'tibor bering. Ko'proq stressda yuribsizmi, boshqami, shunga e'tibor bering. Qoningiz yaxshi aylanishligi uchun, qoningiz suyuq bo'lishligi uchun nimalar qilyapsiz? Shularga e'tibor qarating. Bitta narsani tushuning, o'sha salbiy odatlaringiz, aytdim-ku, hayot tarzingiz deb. O'sha hayot tarzingiz shu kasallik sizni tanangizda tug'ilishiga, shu kasallik sizni tanangizda rivojlanishiga sabab bo'ldimi? Bilingki, o'sha hayot tarzini o'zgartirish, o'y-xayol, fikrlarni o'zgartirish orqali tanangizni yoshartirish imkoniyati ham bor. Nafaqat sog'aytirish, yoshartirish imkoniyati bor. Xo'p, azizlar, bugungi videomizni shu yerda yakunlaymiz. Keyingi videomizda jigarni qanday qilib tozalash mumkin, qanday qilib jigarni qayta tiklanishligi uchun nimalar qilishimiz kerak, jigar bilan birgalikda ichakni ham tozalashligimiz kerak. Ichaklar va jigarlar organizmda yosharishlik uchun juda katta rol o'ynaydi. Keyingi videomizda shu haqida gapiramiz. Obuna bo'lib, kuzatishda davom eting.